Ты как гонконг, ты как Хомбург. Укрывает дождя, будто зон. Ты мой сон, горизонт. Но мы ведь с тобой не вдвоем. Hurmatli shu ishingiz to'g'ri deb o'ylaysizmi o'zbekchiligimizga? Sizda ham to'g'rimi? Singiz yo opangiz bordir. Transport vositasini ikki kishi boshqarmaydi, bilasizmi? Bilaman. Yo'l transport hodisalari yuz berishi mumkin. Shu yaxshi ko'rgan qizim so'ragan, iltimos qilgani uchun, pedal oyog'iga yetmagani uchun haydashga ruxsat berdi. Bu shundan afsusdaman. Bu holat takrorlanishini tavsiya bermayman o'zim qator bolalarga. Videoni ko'rib o'zim uyalib ketdim va bu holat boshqa takrorlanmaydi. Bu ishimdan juda afsusdaman. Bu boshqa takrorlanmaydi. O'zim qatori tengdoshlarimga ham bu narsani maslahat bermayman. To'g'risini aytsam, rostdan ham uyaldim. Transport vositasi mashina haydashga qiziqsangiz, mana avtoshkola, avtomaktablar bor, bemalol instruktorlar bilan borib, maxsus mashinalari bor. O'rgansiz bo'lmaydimi? Qarindosh urug'laringiz, oilangiz, ota-onangiz ko'rsa nima deb o'ylaydi? Kelgusida bunaqa holatlar boshqa takrorlanmasin. O'zingizga tegishli xulosa chiqaring.